Assalomu alaykum aziz do'stlar. 220 ot kuchini 220 ot kuch tortadigan omochimiz. Tashqi ko'rinishi. Omoch bilan omochning orasi 95 sm. Omoch bilan omochning orasi 95 sm. Bu omochning boshlanishi bilan orqa tomoni bilan bu omochning orqa tomoniga davr 1 metr 17 sm. Bu omochning orqasi bilan mana shu joydan mana bu joyga davr 95 sm. Managa davr 1 metr 17 sm ekan. Uzuni mana bu joydan mana bu joygacha 1 metr 47 sm ekan. 1 metr 47 sm. Endi bu joydan bu joyga davr 75 sm ekan. Mana bu joyi 42 sm ekan. 43 sm. 43 sm. Bunisi zapchas mana shu zapchas hozirgi kunda bor. Buziladigan bo'lsa bor zapchasdi. Hop. Bunisi bitta mana bu o't ko'madigani 50 sm ekan mana. Hop. Uzuniga keladigan bo'lsak, narigi uchidan mana bu joyga davr o'lchadim. 4 metr 30 sm ekan. 4 metr 30 sm. Bunisini mendan ko'ra o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Tushunayotgan bo'lsanglar gapirishimdan. Mana bunisi aylanmasdan turadi. Bunday qilib qo'ysanglar aylanmaydigan holatda bo'ladi. Bu sovuniga 4 ta shilyanka qo'shib beramiz. 2 ta kalta, 2 ta uzun. Traktorga uzun bo'ladi. Mana bu joyda tiqib qo'yadigan temirini qo'shib beramiz. Bu yog'ini temirlari bor. Baloni o'zini radnoy baloni. Endi razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri hop mana 55 sm ekan. 55 sm. 55 sm razmeri ekan. Do'stlar, orqa ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Orqa ko'rinishi. Mana bu bo'lit gaykalar mana shu holatda qatirilgan bo'ladi. Orqa ko'rinishlari. Mana bu qirdaxnalita sinsa mashinasi sinib ketadi. Toshga tegadigan bo'lsa, omochi sinmasdan mashinasi sinib ketadi. Xudo xolasa omochni saqlab qoladi akalar. Xo'p, raqamiga keladigan bo'lsa 460 raqamlik. 460 raqamlik. Bunimiz 200 ot kuchi, 220 ot kuchi tortib oladigan. Hozir sizlarga endi buni kilosini kitobdan ko'rib beraman hozir. Xo'p, mana akalar 460 diyorum. Bu 450, 520 bor ekan. Bizda hozir mana daftarda 450 ga 1 tonnayu 480 kilogram ekan. Santimetr 1.40 dan 2 metrgacha ligirovka qilsangiz bo'laverar ekan. Ot kuchi 120 deb 120 10 unisini to'g'ri tushunmadim. Ot kuchi 150 dan 210 ot kuchigacha ekan mana. 450 ga bu 460 bu men ko'rsatganim. Kilosi 1 tonna 480 kilo. 1.40 dan 2 metrgacha oladi. Rus tili tushunadiganlarga mana yozuvlari bor mana. Do'stlar, mana 450 ga 1 tonna 480 bo'lsa 460 ni aytyapti. 1 tonnayu 800 deyapti. 1 tonna 800 ekan 460. Hozirga olib borib video qilgan omochim kuluk. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz iloji boricha sizlarga ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Bizning firmamiz Ro'ydi
RUID aloqaga chiqa olasizlar. Hammaga rahmat.